بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taologa behisob hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarni musulmon qilib yaratgani, qalblarimizga iymon ne'matini joylagani va bizga ibodat qilish sharafini bergani uchun Robbimizga hamd aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, u zotning ahli baytlariga, sahobalariga va qiyomat kunigacha ularning yo'llaridan boruvchi mu'minlarga Allohning salovati va salomi bo'lsin. Aziz birodarlar, bugungi darsimizni boshlashdan oldin sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Shu bir necha soniya davomida qalbingiz bilan javob bering. Agar bugun kechasi Malakul Maut eshigingizga qoqsa, ya'ni eshigingizni taqillatsa, ey Allohning bandasi, yurish vaqti keldi desa, nima deysiz? Ya Robbim, biroz muhlat ber, namozlarimni to'g'rilab olay deysizmi? Yoki alhamdulillah, sen chaqirding, men tayyorman deya olasizmi? Azizlar, bu savol og'ir. Lekin bu hayotning haqiqati. Chunki Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "Astagfirullah, kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon o'limni totuvchidir. Ali Imron surasi 180-oyat. Bu oyatni ko'p eshitganmiz. Lekin o'ylab ko'rganmisiz? O'ylab ko'rganmizmi? Har bir jon, demak boy ham, kambag'al ham, prezident ham, oddiy ishchi ham, domla ham, talaba ham, men ham, hatto siz ham bir kun kelib Allohning huzuriga boramiz. O'sha kun esa bizdan, bandam, men seni kuniga 5 marta chaqirdim. Sen nega kelmading deb so'ralsa, nima javob beramiz? Namoz farz emas, avval sharaf. Birodarlar, biz ba'zan namozni og'ir vazifa deb o'ylaymiz. Yana namoz vaqti kelibdi, ishim ko'p edi, charchabman. Lekin bir narsani unutyapmiz. Namoz avvalo Allohning bandasiga bergan sharafidir. Tasavvur qiling. Bir podshoh sizga har kuni kel huzurimga kir desa, siz buni qanday qabul qilasiz? Katta baxt deb o'ylaysiz. Xo'sh, osmonlar va yerning podshohi, arshning egasi, barcha olamlarning Robbi sizni har kuni 5 marta chaqiryapti. Bu jazomi? Yo'q, birodarlar. Bu mehr, bu rahmat. Bu bandaning qadri baland ekanining belgisidir. Xo'p, namoz nima? Ko'pchilik namozni faqat ruku va sajda deb o'ylaydi. Ya'ni ko'pchilik namozni faqat ruku va sajda deb biladi. Yo'q. Namoz qalbning Robbisi bilan suhbatidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatadilarki, inson namozga turganda Allohga yuzlanadi. Shuning uchun ulamolar aytganlar, kim namozda qalbini hozir qilsa, u Allohning huzurida turganini his etadi. Aziz birodarlar, siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega namozda dunyo ishlarini eslaymiz? Nega namozdan tashqari paytda esa dunyoni eslash oson?
Chunki shayton bandaning Alloh bilan bog'lanishini istamaydi. U biladiki, namoz to'g'ri bo'lsa, insonning hayoti ham to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo marhamat qiladi, astag'firullah. Inna as-solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta, namoz mu'minlarga vaqtlar belgilangan, farz qilib qo'yilgandir. Niso surasi 1-oyat. Bu oyatda juda katta hikmat bor. Alloh imkon topsangiz o'qinglar demadi. Bo'sh vaqtingizda o'qinglar demadi. Balkim vaqt belgilab qo'ydi. Nega? Chunki inson dunyo ishlarini ibodatdan ustun qo'ymasligi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan bir kuni Rasululloh juda og'ir holatlarni boshdan kechirayotgan edilar. Da'vat bor, Qurayshning ozorlari bor, musulmonlarning tashvishi bor. Shunda u zot Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu ga: "Ey Bilol, namoz bilan bizga rohat ber" dedilar. Azizlar, bu hadisni shoshilmay tushunaylik. Biz ishim tugasa namoz o'qiyman deymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa namoz o'qiylik, qalbimiz orom olsin dedilar. Farqni ko'ryapsizmi? Biz namozni ish deb bilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa uni rohat deb biladilar. Nima uchun? Chunki u zot Allohni haqiqiy muhabbat bilan yaxshi ko'rar edilar. Muhabbat bor joyda uchrashuv og'ir bo'lmaydi. Bir lahza o'ylab ko'raylik. Azon aytilganda kim chaqiryapti? Masjidmi? Muazzinmi? Yo'q. Muazzin faqat yetkazuvchi. Aslida chaqiruv Allohdan. Shuning uchun azon eshitgan mu'minning qalbi titraydi. U biladiki, Robbim meni chaqiryapti. Birodarlar, agar sizni katta rahbar chaqirsa kechikmay borasiz. Agar boy odam chaqirsa ishingizni tashlab borasiz. Xo'sh, Alloh chaqirganda nega kechikamiz? Bu savolni men sizga emas, avvalo o'zimga beryapman. Chunki har birimiz qalbimizni hisob-kitob qilishga muhtojmiz. Inshaalloh ikkinchi qism to'liq Isro va Mi'roj haqida bo'ladi. Unda namozning osmonlarda qanday farz qilinganini, Jabroil alayhissalom, Muso alayhissalom bilan bo'lgan muloqot va undan chiqadigan hikmatlarni ishonchli siyrat manbalari asosida batafsil sharhlaymiz. Allohim bizlarni oshkor va yashirin gunohlarimizni kechirgin, qalblarimizni tavba, istig'for va ixlos bilan bezatgin, bizlarni sen yaxshi ko'radigan bandalaringni qatorida qilgin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.